Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunov Zohidjon. Mana bugun Farg'ona viloyati Bo'yda tuman Dehqonobod qishlog'idan video obzor tayyorlamoqdamiz. Sanamiz 27-sentyabr. Yangilangan narxlar bo'yicha va zo'r o'g'irlar tayyorlab qo'ydik. Jodilar bilan birgalikda hozir ko'rib chiqamiz. Mana bu ko'rib turganlarimiz molohor juda ham ideal holatda chiqdi. Ko'rib turganimizdek sizlarga ilinib shu videoni tayyorlashga qaror qildik. Ya'ni ichlarini qarang, yangi konteynerlikdan tayyorlab yubordik. Mana bir taraf 2 marta qaytarilgan, nari taraf 1 marta. Mana endi ko'rib turganimizdek, hop 60 dan ziyodroq chiqadi albatta. Chuqurligi taxminan ko'ramiz mana 40 ga ozgina bormay qoladi. 37-38 atrofida chuqurligi. Qalinligi 1.2 mm, ya'ni tomlis, yollis 1.8 bo'ladi. Ko'rib turganimiz ideal holatda, xudo xolasa, uzunligi 2.34-35 atrofida chiqadi. Buni optimal holatda tayyorlab qo'ydik. Kimga kerak o'z aloqaga chiqaverasizlar. Bir donasi 370 ming so'mdan. Yo, men bir boshdan olmayman. Zo'rini mana shunga o'xshalar tanlab ber desa, narxi ozgina farq qilib qolishi mumkin albatta. Bir boshdan olsangiz ham ziyon qilmaydi. Sababi ko'rib turganimizdek, hammasi chotki holatda. Xudo xolasa. Mana yangi tayyorlari kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasiz. Hozir qo'y o'g'ir, mol o'g'ir, qo'y o'g'ir, buzoq o'g'irlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tarafdan jodi har xil mahsulotlar tayyorlanyapti. Va ko'rib turganimizdek, mana bu joyda buzoq o'g'ir, qo'y o'g'irlar tayyorlab qo'yganmiz. Uzunligi 2 metr, mana bu ko'rib turganimiz. Hop, yeni hozir o'lchab ko'rsataman. Mana enini ko'rib turganimizdek 37 atrofida chiqadi. Hop, 2 metrli 220 mingdan dona bega. Qo'y o'g'ir, standart qo'y o'g'ir. Mana buzoq o'g'ir. Mana ko'rib turganimizdek, buni eni kattaroq, 45 atrofida chiqadi metrimiz. Bu ham 2 metr, faqat buzoq o'g'ir bu. Bu o'g'irlar eng tozaliklardan tayyorlayapmiz. Ko'rib turganimizdek, yangi konteynerda chiqib qolsa, mana shunga o'xshab yangi kelib qolsa konteynerimiz, shuni lesini o'g'ir qilib qo'yapmiz. Ya'ni qo'y mollari tilini kesmasligi uchun yaxshi leslardan foydalanyapti. Ichini ham ko'rib turganimizdek, oppoq. Mana bular hozir ko'rib o'tgan mol o'g'irlarimizdan. Bundan tashqari bu do'konimizda konteynerda ham barcha turdagi mahsulotlar bor. Mana bu tomlislarimiz ham bor. Ya'ni shu tomlislardan aytgan razmeringizni ham chiqarib berishingiz mumkin. Bir dona bo'lsa chiqarib bera olmaymiz, 5-6 bo'lsa chiqarib beramiz. Sababi razmerimiz laxtaq chiqishi ehtimoli katta. Mana shu 5 volnadan chiqadi. 1 2 3 4 5. 5 volnadan hozir ko'rsatib o'tilgan mol o'g'irlarimiz chiqadi. 3 volnadan qo'y o'g'irlar chiqadi. 6 volnadan juda katta o'g'irlar chiqadi. Buni ham buyurtma yoqib berishingiz mumkin. Bular 400 ming o'tib ketadi. 420 430 ga borib qoladi. Ustakamiz ham ishlarini hozir ko'rib chiqamiz. Mana bu joyda 3x1 listlarimiz bor. Katta yo'llar uchun, peshka hamma narsaga ishlayveradi. Qalinligi 4 mm, 3 metrga 1 metr. Bu ham ideal holatdagi listlar. Bormang ustaka, sharchama olyapsizmi? Ustakamizda lagalar ulayapti ekan, og'illarga ulab beryapti ko'rib turganimizdek. 2.30 li bo'lagamiz. 2.30 li uzunligi, ulaganda 4.60. Mana sifatli holatda ulab qo'yapti. Mana. Hop, ketib o'zingizdan ulatib olishingiz mumkin. O'rtasiga chakiga plankalar qo'yib, ideal holatda xudo xolasa xonadonga yetkazib beryapti. Bundan tashqari bu yerda konteyner qozonlarimiz ham bor. Optimal holatda ishlab chiqaryapmiz. 270 litr suv sig'adi. Tagidan o't yoqasiz. Yarim soat 1 soatda qaynaydi. 270 litr atalarni bemalol 7-8 samolga oziqlantirishingiz mumkin. Mana bu 300 litrlisi 450 ming so'm, 270 litrlisi, ha 300 litr oshiqrog'i bu 500 ming so'mdan baholanyapti. Bundan tashqari bu yerda jodi mahsulotlarimiz bor, ko'rib turganingizdek, optimal holatda ko'p ishlab chiqarib qo'ydik. Tig'larimiz qalliga e'tibor qaratamiz. 5-6 mm atrofida ikkita pachimlikli. Sifat juda ham ajoyib. Bolt gaykali bu eng asosiysi, ya'ni yig'iladi. Cobalt avtomobilining bagajiga ikkita sig'yapti. Bemalol yengil mashina kelib ham olib ketishingiz mumkin. Bir donasi Optimga 500 ming so'mdan qilib qo'ydik. Aloqaga chiqaverasizlar. Hozir buni biz o't shunga o'xshagan narsalar kesib ko'rsatamiz. Qanday sifatliligini. Mana hurmat kuzatuvchilar, mana jodining ichida tavakkal bittasini olib keldik. Kesib ko'rsatamiz, ko'rib turganimizdek. Xudo xolasa. Eng yupqa bo'lgan plyonka mahsulotdan boshlaymiz. Plyonkani kesish jarayoni. Mana sariyog keskandek kesyapti. Bu juda ham yumshoq ishlayaptimi aka? Yengil ishlaydi. Buning asosiy sabablaridan biri bu pachimlikli bo'lgani uchun mana xohlagan razmeringizda kesib bera oladi plyonkani. Plyonka yupqa narsa. Bilamiz. Hozir bizda o't mahsuloti yo'qligi uchun biz shunaqa narsalardan foydalanyapmiz. Bakaloshka
bu ham sirpanchiq bo'lishiga qaramay yaxshi kesa oladi. Mana bu qog'oz mahsulot. Tig'imiz qanday chaqlangan tig'? Bu tunuka, tunuka mahsuloti 0.4 mm qalinligi, ko'rib turganimizdek kesib, mayda bo'laklarga bo'lib tashlaydi bemalol. Va endi tig'imizni tekshiramiz. Mana ko'rib turganimizdek tig'imizga hech narsa qilgani yo'q. Sababi bu tig'imizni almaz disdan kesib olganmiz. Ortiqcha maqtashga hojat yo'q, lekin video obzor uchun albatta ta'riflab o'tyapmiz barcha qirralarini. Va mana bu halqamizni ham past qismini biz chaqlab qo'yganmiz, ya'ni bir-biriga ishqalanganda yaxshi kesish uchun. Akamiz o't o'rib kelyapti, mana ko'rib turganimizdek o'tlarni ham kesib ko'rsatamiz. Mana shu Baxtiyor akam o'zlari yasaydi jodini. Telefon qilsangiz aloqada bo'ladi. O't mahsulotini kesyapti. Chaynagani yo'q, mana ko'rib turibmiz. Umuman. Qoyil. Demak, buni har zaman yog'lab turasizlar. Atrabol yoki qandaydir yog'dan saldormi, pachimlik bilan mana shu tig'ni keyin bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p, buni sifatlab mana shu ko'rib turganimizdaqa, ortiqcha yana ta'riflashga hojat yo'q. Xo'p, bundan tashqari, aka buni diametri qancha edi? 27 midi? 27 sm, bir bo'paya sig'adi. Bir bo'paya sig'adi. Ya'ni kichkinami deganlar uchun eslab o'tamiz, bu bir bo'payamiz bemalol sig'a oladi. Uzunligi jodimiz 1 metr, 1 metr. Bolt gekali, mana har xil joylar boltga yechilsa, olib ketaverasiz. Xo'p, yana nimasini gapirishimiz mumkin endi aka? Almazni deysiz, pachimliklar. Buni ham baquvvatroq qo'yib qo'ydik. Ha, endi baquvvat chiqaryapmiz. Ya'ni 50 ko'rib turganimizdek profillarimiz o'zgarishlar kiritilgan oldingilarga nisbatan. Xo'p, tert idishlarimiz bor, 360 ming so'mdan bitta prisimiz sig'adi. Kompotnitsalar bor, 230 ming so'm, 16 ta banka sig'adi. Bundan tashqari konteyner mahsulotlari bor. Kimga shunday sifatli holatdagi chorvador mahsulotlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yerda ham sporika akalar mana yasayapti. Har xil narsalarni ishlariga omad mana. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, videomiz davomida ko'rsatilgan qaysi mahsulotlar sizga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'ida joylashgan ishxonamiz. Aloqaga chiqsangiz, shopirlar topib beramiz. Dastlabki albatta alohida bo'ladi. Qulayroq shopir topib beramiz. Videoga like bosib va shunday chorva mahsulotlar qidirib yurgan akalarga ulashib qo'yishni esdan chiqarmang. Keyingi videomiz albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat.